dedilar. Keyin bir chiqqon. Bir 20 kishi o'tirmiz shu mana bu yerda ko'yga. Shu burjakdan chiqadi, aylanib bu yoqqa keladi. Shu burjakdan chiqadi, aylanib bu yoqqa keladi. Gapga qo'shmaydi-da, hammani ko'zi o'shanga. Keyin domla bobom Xudoraman aytdilarki, Abdurib domlaga. Domlalar shu kitobni oling dedilar, sandal bor edi. Sandal shu tokchaga shuncha kitoblar taqlangan. Bitta shuncha qalliga kitobni oldilar. Men hozir o'qiyman. Shu chiqqan o'ladi. Dumidan ushlaysiz, tizdan tashlaysiz, yerga tushmay bir nasibasi olib ketadi dedilar. Mulla Hamroboy. Mulla Hamro bobomlar aytdilar. Sichqon oppoq, faqat ikki ko'zi qara, boshqa hamma joy oq sichqonni. Keyin kitobni olib berdilar, shundan ochdilar, qog'ozchalar qo'yilgan. Bir joyini o'qidilar, joyiga qo'ying dedilar. Yangi sichqon o'yasiga kirib o'ynayotgan keldik, o'ynab qaradi, o'yasiga kirib gir aylanib o'lib qoldi. Atrofi o'jirli dumidan ushladilar qog'oz bilan. Tizzadan otuvdilarki, sharaka bir qush turgan ekan. Tappa ushladi, oldi ketdi. Ana olimlik, ana donolik, ana Parvardigor bergan bilimi. Ana ilm. Ana